Fan va ta'lim innovatsion yondashuvlar, raqamli transformatsiya va ilmiy tadqiqotlar mavzusida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Anjuman mahalliy va xorijiy olimlar, tadqiqotchilar, professor o'qituvchilar, yosh izlanuvchilar hamda sohaning yetakchi mutaxassislarini bir maydonga jamladi. Konferensiyaning asosiy maqsadi fan va ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish, raqamli transformatsiya jarayonlarining ilm-fan va ta'lim rivojiga ta'sirini o'rganish hamda bu boradagi ilg'or tajribalarni muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Tadbir davomida ishtirokchilar zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim jarayonida samarali foydalanish, sun'iy intellekt imkoniyatlarini o'quv va tadqiqot faoliyatiga tatbiq etish, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar hamda innovatsion loyihalar yuzasidan ma'ruzalar bilan qatnashdilar. Shuningdek, konferensiya doirasida yosh olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash, ularning ilmiy salohiyatini ro'yobga chiqarish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Turli davlatlardan videokonferensiya aloqa orqali ishtirok etgan olimlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib, zamonaviy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb vazifalar va ularning yechimlari xususida fikr almashdilar. Anjumanning muhim yo'nalishlaridan yana biri ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga tatbiq etish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish, sohalar o'rtasida samarali hamkorlik mexanizmlarini shakllantirish masalalari bo'ldi. Mutasaddilar va olimlar tomonidan ta'lim muassasalari, ilmiy markazlar hamda ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha taklif va tavsiyalar bildirildi. Ushbu anjumanda 6 ta shu'ba muhim dolzarb bo'lgan masalalar asosida olib borilyapti. Eng asosiy masalalardan biri bu sun'iy intellektning yoshlar orasida hamda ilmiy fan tadqiqot sohalarida olib borilishi va ulardan to'laqonli oqilona foydalanish to'g'risida asosiy shu'balarimizdan biri hisoblanadi. Bundan tashqari raqamli transformatsiya, yashil iqtisodiyotga bo'lgan urg'u alohida e'tirof etilgan. Shu boisdan bizda hozirgi kunda bu fan yo'nalishida ushbu mavzularni yoritib chiqishda bizni yoshlarimiz ongida to'g'ri sun'iy intellektni qabul qilish va ulardan oqilona foydalanishni qanchalik to'g'riligini ko'rsatib bermoqda biz. Konferensiya yakunida fan va ta'lim sohasidagi dolzarb muammolar bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqildi. Innovatsion g'oya va texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish, raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, ta'lim sifati va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi. Ta'kidlanganidek, mazkur xalqaro anjuman mahalliy va xorijiy olimlar o'rtasidagi ilmiy aloqalarni yanada mustahkamlash, qo'shma tadqiqotlar va istiqbolli loyihalarni amalga oshirish uchun muhim muloqot maydoni vazifasini o'tadi. Konferensiya natijalari mamlakatimizda fan va ta'lim rivoji, innovatsion taraqqiyot hamda zamonaviy bilimlar iqtisodiyotini shakllantirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi.